Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan 14-darsni davom ettiramiz. Bugun ikkinchi qismi bo'ladi. Hop, bizani o'tgan darsda o'tganimiz bu guo oddiy shaklda wo, chu guo, jongo, ya'ni buni ma'nosi fe'ldan keyin kelib, o'sha harakatni, holatni bir marta sodir bo'lganligi, o'sha sodir bo'lib bo'lganligi, so'zlovchini o'sha boshdan kechirgan o'sha holati uni ifodalaganda ishlatamiz. Tajribasi, holatini ifodalaganda, misol uchun oddiy shaklda guo chu, guo jongo, men Xitoyga borganman. Ya'ni o'sha so'zlovchi bir marta borgan Xitoyga. Buni inkor shaklini wo mei chu guo jongo deb aytamiz. Bir marta ham bormaganman degan. Savol beradigan bo'lsak, birinchi eng ko'p qo'llaniladigan usuli bu ma bilan. Ni chu guo jongo, men sen Xitoyga borganmisan? Ni agar inkor bilan savol bermoqchi bo'lsangiz, ni chu guo jongo meyo, sen Xitoyga borganmisan, yo'qmi? Yokida ni chu mei chu guo jongo, sen Xitoyga borganmisan, bormaganmisan? Buni har birini o'tgan darsda tushuntirib o'tdim. Ozgina takrorlashib qoldik. Endi hozir bugungi mavzuni boshlaymiz. Bugungi birinchi yengil so'zimiz bu suiran. Suiran ma'nosi ga qaramay degani, also bo'ladi ingliz tilida, ga qaramay va danshi bilan birga keladi. Danshini ma'nosi ammo, lekin, biroq. Suiran bo'lsa, bu ga qaramay. Garchi bo'lsa ham deb tarjima qilsangiz ham bo'ladi. Mana bu yoqqa yozganman. Garchi bo'lsa ham, ga qaramay. Suiranning ma'nosi va bu ikkita gapni bog'lab keladigan. Bog'lovchi bu ikkalasi birga keladi har doim, bir-birini yetaklab keladi. Misol uchun, birinchi gapni boshida suiran kelib turib shima biror narsa aytasiz va keyingi gap danshi bilan boshlanadi. Ya'ni garchi bo'lsa ham ma'nosini bildirib, qarama-qarshi mazmunli bog'lovchi. Bu nima degani? Ya'ni a bilan b deb oladigan bo'lsangiz, ikkita gapni mana virgulni buyog'igacha a, virgulni buyog'ini b deb oladigan bo'lsangiz, a va b mazmun jihatdan qarama-qarshi bo'ladi bir-biriga. Ya'ni birinchi holat ikkinchi holatga zid yoki ikkinchi holat birinchi holatga zid. Mana bu yerda yozilgan. Ya'ni bir holat bor, ya'ni a bu yoqda a holati ketyapti, lekin unga zid natija yoki holat keladi. Keyingi gapimiz unga zid natija, qarshi ma'noni beradi. Misol uchun, suiran wai mian han tashqari juda ham sovuq bo'lsa ham yoki garchi tashqari juda ham sovuq yoki tashqari sovuq bo'lishiga qaramay, danshi ammo fangjianli hen re, xonani ichi juda ham issiq. Suiran wo mei duguo zhiben shu, men bu kitobni o'qimagan bo'lsam ham yoki garchi men bu kitobni o'qimaganman, danshi tingshu hen you isi, ammo eshitishimcha juda ham ma'noli. In Chinese, suiran shima danshi shima are always used together. Buni ma'nosi suiran bilan danshi har doim birga keladi. Ko'pincha. Keyingi so'zimiz bu s. Ingliz tilida time deb qo'ygan. Buni biza o'zbek tiliga marta deb tarjima qilsangiz bo'ladi. Ya'ni bir marta, ikki marta, uch marta degan ma'noda ishlatamiz. Misol uchun, isi bir marta, yangsi ikki marta, haojisi bir necha marta, dosi juda ham ko'p marta. Wo chuguo isi jongo, men Xitoyga bir marta borganman. Ta chuguo liangsi meigo, u Amerikaga ikki marta borgan. Da wei lai guo hao ji si wo men jia, David bizning uyga bir necha marta kelgan. Ta chi guo hen duo si jongo sai, u ko'p marta Xitoy taomlarini yegan. Ma'nosi o'zbekchaga marta deb tarjima qilamiz va raqamdan keyin keladi. Asosan raqamdan keyin va mana bunaqa o'lchov so'zlar. Ji bir nechta, du ko'p. Waner ma'nosi o'ynamoq, vaqt o'tkazmoq. Shi yue wo xiangchu Beijing waner. Oktyabrda men Pekinga borib o'ynashni, ya'ni Pekinga borib vaqt o'tkazmoqchiman, dam olmoqchiman Pekinga borib. Sinchi tian ni men lai wo jia waner. Yakshanba kuni, sinchi tian degani bu yakshanba. Sinchi tian ni men lai, sizlar keling, wo jia meni uyimga, waner ba o'ynaymiz, birga vaqt o'tkazamiz. Didi feichang ai waner shouji. Ukam telefon o'ynashni judayam
yoqtiradi, judayam yaxshi ko'radi degan. Boyagiga qaytamiz, S'ga qaytamiz. Bu formulasi ega, fe'l, go, miqdor, ya'ni number, C va object. Misol uchun, 我们看过3次电影. Bizlar 3 marta film ko'rganmiz. 他在这个商店买过1次东西. U bu do'kondan bir marta narsa sotib olgan. 大卫出国2次北京. David Pekinga 2 marta borgan. Keyingi formula. 大卫出国2次北京, ya'ni joy bilan kelyapti. S'dan keyin oxirida place joy kelyapti. 我出国3次, ta'ziya men uning uyiga 3 marta borganman. Endi mana shu joyda biza o'rnini almashtirsak ham bo'ladi, ya'ni fe'ldan keyinga qo'yasiz. Misol uchun, 大卫出国北京2次. Bu yerda nima bo'lyapti? Mana bu 2次gapni oxiriga tushyapti. Gapni oxirida ishlatsangiz ham bo'ladi chunki. 我出国ta'ziya 3次 desangiz ham bo'ladi yokida 我出国3次 ta'ziya desangiz ham bo'ladi. Bu asosan joylarga nisbatan ishlab kelganda mana shunaqa o'rin almashishi mumkin. Keyingisi 老师找过你2次. 我见过他们1次. Bu yoqda nimaga bularni terga chizib qo'ygan? Bular o'sha personal pronoun, ya'ni shaxsni bildiradi. 老师找过你2次. 我见过他们1次. Men ularni bir marta ko'rganman. O'zingiz uchun eng oson tushunib olishingiz uchun S'ni raqamlar bilan birga keladi. Bu eng ko'p keladigan holati va gapni oxirida ishlatsangiz ham bo'ladi yokida gapni o'rtasida fe'ldan keyin ishlatsangiz ham bo'ladi. Shunaqasiga eng oson yodlab olish yo'li. Hop, gaplarni tekshirib chiqasiz. To'g'ri bo'lsa to'g'ri qo'yasiz, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri qo'yasiz. Agar noto'g'ri bo'lsa to'g'ri variantini berasiz. Pauza qilib o'zingiz bajaring, men hozir to'g'ri javoblarni beraman. Birinchisi 我出国美国2次. Bu gapda xatolik yo'q. O'sha gapni oxirida kelyapti. Buni boshqachasiga men chizishim mumkin. Boya aytdim, joylar bilan kelganda o'rin almashishi mumkin. Ya'ni 我出国2次美国. Shu variantni ham berib o'tamiz. Hop, ikkinchisi 我见过1次他们. Bu xato bo'ladi, chunki shaxsga nisbatan gap bo'layotganda aytdim, 2次gap oxirida keladi. Shuning uchun bu gapimiz xato. Buni to'g'ri varianti 我见过他们1次. Men ularni bir marta ko'rganman. Qachon almashtirishingiz mumkin? Qachonki hamnaqa joy bilan keladigan bo'lsa, place. Biron bir lokatsiya joy bo'lsa, gapning asosiy mazmuni. O'shanda ikkalasini o'rni almashishi mumkin. Agar shaxsga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, yo'q. O'sha shaxsdan keyin keladi, shaxsdan oldin kelishi mumkin emas. Videoni pauza qilib o'zingiz bajarasiz. Hozir to'g'ri javob beraman buni ham. Birinchi gapimiz 我在这个商店买过东西好几次. Bu xato bo'ladi, chunki 我在这个商店买过好几次东西. S'dan oldin raqam kelishi kerak. Ya'ni bir nechta degani. Va bu fe'ldan oldin keladi. Fe'ldan keyin keladi. Mana ko'rib turganingizdek. Bu yoqda buni gapni oxiriga qo'yib qo'ygan. Bu noto'g'ri. 买过东西好几次. Bu noto'g'ri bo'ladi. 买过好几次东西gapni oxirida kelishi kerak. Chunki fe'ldan keyin keladi mana bu raqamni bildiradigan so'zlar ham. 他坐过3次飞机. U samolyotga 3 marta o'tirgan. Bu gapimiz to'g'ri, xatolik yo'q bunda. Fe'l va fe'ldan keyin mana raqam va s. To'g'ri. Hop, hozir audio eshitasiz. Audio eshitgandan keyin ikkita savolga javob berishimiz kerak. Niyuda chugo chungomi? Ayol Xitoyga borganmi? Niyuda chugo chungo jitsi. Ayol Xitoyga necha marta borgan? 公式 Text 2 In the office 听说你去过中国
还想去吗？我虽然去过好几次，但是还想再去玩玩。那我们一起去吧。好啊，到时候我给你打电话。 Agar audioga tushunmagan bo'lsangiz, yana bir marta eshitib chiqasiz. Men hozir to'g'ri beraman. 你的出国中国吗？出国 borgan. 你的出国中国几次？他出国好几次。bir necha marta borgan. 听说你出国中国还想去吗？我虽然出国好几次，但是还想再去玩玩。那我们一起去吧。好啊，到时候我给你打电话。Eshitishimcha, sen Xitoyga borgansan. Yana borishni xohlaysanmi? Men bir necha marta borgan bo'lishimga qaramay, borgan bo'lsam ham, ammo yana borib vaqt o'tkazishni, aylanib kelishni xohlayman. Unda bizlar birgalikda boraylik. Xo'p, o'sha vaqtda men senga telefon qilaman. Boradigan vaqtim kelganda, 到时候 degani o'sha vaqti kelganda, 我给你打电话 men senga telefon qilaman. 听说你出过中国，还想去吗？我虽然出过好几次，但是还想再去玩玩。那我们一起去吧。好啊，到时候我给你打电话。Tushib qolgan so'zlarni qo'yib, hozirgi tekstni butun ma'nosini qaytadan tiklab berishingiz kerak. Videoni pauza qilib bajarasiz. Men to'g'ri javoblarni beraman. 我朋友虽然出过中国好几次， do'stim Xitoyga ko'p marta borgan bo'lsa ham, borgan bo'lishiga qaramay, 但是他还想再去玩玩。 ammo u yana borib vaqt o'tkazishni xohlaydi. 我也想去中国, men ham Xitoyga borishni xohlayman. 到时候我们一起去, o'sha vaqt kelganda bizlar birgalikda boramiz. Hop, gaplarni o'qib chiqing. Men bu qavsishda berilgan so'zlarni qat'iy qo'yish kerak bo'lsa, to'g'ri joyiga qo'yib, gaplarni qaytadan yozib chiqasiz. Videoni pauza qilib bajaring, men to'g'ri javobni beraman. 我跟他们唱过一次歌. Men ular bilan bir marta qo'shiq kuylaganman. 我去年出过2次美国. Men o'tgan yili Amerikaga 2 marta borganman. Buni ham pauza qilib o'zingiz bajarasiz. 好几次, 很多次, gapni qayoqda turishi kerak. O'sha joyga qo'yib, gaplarni yozasiz qaytadan. Men to'g'ri javoblarni beraman. 我今天找过你好几次. Men bugun seni ko'p marta qidirdim. 我在这里吃过很多次饭. Men bu yerda judayam ko'p marta ovqat yeganman. Bugun biza o'tgan narsamiz eng asosiy grammatika bu s ma'nosi marta deb tarjima qilamiz o'zbek tiliga. 我们看过3次电影. Bizlar 3 marta film ko'rganmiz. 大卫去过2次北京. David Pekinga 2 marta borgan. 大卫去过北京2次. Bu yoqda agar joy haqida gap ketayotgan bo'lsa, joy fe'ldan keyin ham kelishi mumkin yoki o'sha s'dan keyin ham kelishi mumkin. Agar shaxsga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, bunaqa qoida bo'lmaydi, ya'ni ikkalasini o'rni almashmaydi. S har doim shaxsdan keyin. 我见过他一次. Hop, shu joyda bugungi dars tugaydi. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, kommentariyada so'rasanglar javob beraman. Darslar yoqayotgan bo'lsa, fikringizni ham bildirib o'tinglar. Rahmat hammaga.